Hammaga salom do'stlar. Bugun biz sizlar uchun bir kunlik vlog olishga qaror qildik. Farzon akalamiz ertalabda turdik. Farzon o'zi kecha kelganida biznikiga kelgan joylarimizni yig'ishtirib, bet-qo'llarimizni yuvdik. Keyin men bomdod namozimni o'qib oldim. Mana bu yerda biz zavtrak qilyapmiz. Keyin zavtrak bo'lgandan keyin Farzonni naryoqda ish qilyapti, kattalar bilan qarashyapti kattalarga. Men bo'lsa oshxonani yig'ishtiryapman, dasturxonni bu qilib. Keyin magazinga chiqib kelinglar dedi. Magazinga chiqib ketyapmiz biz bu yerda. Shunaqa qilib mana ko'chalar. Magazindan menimcha bu yerda un olishimiz kerak edi. Un oldik. Atalagami, nimadurgayamda 2 kilo un oldik. Keyin uyga qaytdik. Uyga qaytsak, dasturxon solinglar, shu nima desa bo'ladi. Sal bezatishga yordam beringlar dedi. Keyin biz narsalarni tashidik. Bu balatso'riga. Bo'pti. Keyin Farzona kelib choy damlaysiz ekan dedi. Keyin men borib choy damladim, lekin uni videoga olmadim. Keyin biz bu yerda birpas dam olyapmiz. Hali beri ish yo'q edi, birpas dam oldik. Keyin yana nima desa bo'ladi, tashidik yana narsalar tayyorlab berishdi kattalar. Biz tashidik, haligi dasturxonni bezatdik. Shunaqa qilib Farzon akalamiz billa maza qilib dasturxonlarni bezatdik. Piroglarni, bir nimalarni qo'ydik. Keyin Farzona bir nimalar deb gaplashdik-da, kuldik-da, hozir esimda yo'q. Bu vlogim olinganiga ham 2 kun bo'ldi, lekin men endi montaj qilyapman-da. Shunaqa qilib keyin mehmonxonaga ham narsalar tashidik, bu yoqqa ham uncha-munchasini olmadik. Mehmonxonanikini ko'proq balatso'rnikini oldik bezatganimizni. Shunaqa qilib do'stlar, endi biz bu yerda magazinga chiqib ketyapmiz yana. Menimcha pulni maydalagan magazinga chiqib ketyapmiz. Pul kerak ekan. 100 mingni keyin maydalab kirdik. Mana 5 minglik, 10 minglik qilib maydalab berdi. Keyin birpas yana dam oldik, ya'ni bo'sh edik hozircha, kachela uchdik. Shunaqa qilib keyin erkaklarmi, povurmi, kimdirlar osh pishirishdi-da, короче. Keyin obed qilib oldik mana shunaqa oshlar bilan, salatlar bilan. Keyin yana nima desa bo'ladi? Уже biz bu yerda yig'ishtiryapmiz. Obed qilib bo'lganimizdan keyin birpas dam oldik, unisini videoga olmadik. Odamlar ko'payib ketdi, ishimiz ham ko'payib ketdi. Shunga mehmonlar ham ko'p edi. Bugun qanaqa kunligini aytmabman sizlarga. Bugungi kunimiz haligi nima desa bo'ladi? Katta buvamning yilini. Katta buvam o'lib qoldi, ya'ni o'tib qoldi. Shu yilini qildik bugun. 1 yil bo'pti. Shunga yarasa odamlar shunaqalar bo'ldi, son bo'ldi. Qo'y so'ydik, shu bilan shunaqa kunimiz o'tyapti. Endi bu yerda biz ujini dasturxonlarni yig'ishtiryapmiz. Birpasda idishlarni ko'ryapsizlarmi? Idishlarni ham yuvdik hammamiz. Kattalar ham yuvishdi, biz ham. Keyin bu yerda biz Ehsonni oshidan zavuchga, direktorga olib ketyapmiz. Maktabimizdagi bizni nimamizda yaqinroq tanishrog'imiz Nodira xolam, Farzonani ayasi, shu yerda ishlaydi maktabda. Shuning uchun ham zavuchga, direktorga oshdan, bir nima nonlardan olib borib berdik. Уже biz bu yerda qaytyapmiz. Magazinga kirib chiqdik, chips oldik. O'sha nima desa bo'ladi? Nima deydi? Nomi esimdan chiqib qoldi, nima desa ham. Короче, shunaqa grizlimi? Короче, shuni olib yedik-da. Yeb keldik. Biz mana uyda o'tiribmiz, ukalarimizga qarab. Ukalarimiz bolajon aqlvoy ko'rib o'tirishdi. Keyin biz bu yerda o'yin o'ynab oldik. YouTube'ga video oldik. Ham desa o'zimiz ham o'ynagimiz keldi, o'ynadik. Shunaqa qilib shu videomizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, YouTube'ga kirib ko'ringlar. Shortsga joyladik. Shunaqa. Alfabet o'yinimiz o'ynagandan keyin uni montaj qilishdi o'rniga mana shunaqa rasmlarga tushdik. Keyin zerikib ketib telefon ko'rib o'tirdik. Shunaqalar keyin men peshin namozini o'qib oldim. Zerikib ketdi deb keyin badminton o'ynashga qaror qildik, lekin undan avval birinchi yuguraylik dedik. Lekin u ham endi sportku. Birinchi bo'lib qizib keyin o'ynasak yaxshiroq o'ynaymiz dedi Farzona. Ham o'zim ham aytdim, chunki u ham bitta sport turi. Qizimasdan o'ynab bo'lmaydi deb o'yladim. Keyin Islombek, men, Farzona yugurdik. Уже mana bu yerda biz badminton o'ynashni boshladik.
O'zi aslida biz eshikni o'rtasida o'ynayotgandik. Hali sal kattaroq, ham desa darvozaxon emas, hali patolog bo'ladi darvozaxonani. Ashuni sal xalaq berdi. Shuning uchun yana bordik, haligi eshikni o'rtasiga borib o'ynadik, lekin uni videoga ololmadik, chunki u yerda videoga olsak, haligi videoga quyoshli bo'lganligi uchun yaxshi ko'rinmadi. Shunaqa qilib darvozaxonada o'ynaganimizni ko'rsatdik xolos. Keyin o'ynab bo'lganimizdan keyin glavniyimizdagi rasmimizni almashtirib qo'yaylik, necha kundan beri shuni almashtiramiz deb yuribmiz deb keyin mana shunaqa har xil rasmlarga tushdik. Keyin bittasini tanlab qo'ydik YouTube glavniysiga. Keyin Farzona ketdi. Bu yerda maza qilib yotdi, mushuklarim cho'zilib. Buvam qo'shniga oshdan bir nimalarni solib berdi, ehsonni narsalardan. Shularni keyin qo'shniga olib chiqib berdim. Yo'lda qaytayotganda shunaqa chiroyli manzarani rasmga oldim. Ya'ni manzara endi shunaqa ko'chamiz. Shunaqa rasmga oldim. Keyin uyga kirsam, bular mushuklarim cho'zilib yotibdi. Grey bilan Mo'ysa. Bitta mushugimdan ayrilganman, bilsanglar. Keyin asrda o'qib, balkonda pilsos qilib qo'ydim. Lesnitsasini ham yuvdim, sizlarga ko'rsatyapman. 2 ta mushugim qoldi hozir. 3 ta mushugim bor edi. Keyin mashetni ham shupurdik, buvam ikkalamiz uni videoga ololmadim. Mushugimga, ya'ni mushuklarimga ovqatini solib, suvini almashtirib qo'ydim. Osh bor ekan, maza qilib yeyishib oldi. Osh solib berdim. Men ham o'z aslida osh yeyishim kerak edi, lekin osh qo'y yog'iga bo'lgan, hali qo'y go'shtiga bo'lganligi uchun вообще unchalik yo'madim. Keyin oddiy varenье qiyom, qaymoq nonlar yeb o'tirdim, choy ichib, telefon kalab. Keyin qarasam, kir o'chdi. Qanaqa kir ekan desam, uydagilar solib qo'yishgan ekan. Shuni yeyib, tishlarimni yuvib, bet-qo'llarimni yuvib, keyin uyga kirdim. Kremlarimni surkab oldim. Bu yerda mushugim ham men bilan birga kirgan. Maza qilib cho'zilib yotibdi. Mushuklarim ham. Keyin bu yerda men shomni o'qib olishim kerak dedim. Shomni o'qib olib, qarasam, koftalarim g'ijim. Yaqinda o'sha 3 kundan keyin yana maktab boshlanadi deb bo'sh ekanman, baribir deb dazmol qildim. Qiynalib, rosa asablarim buzilib. Fasoni bor-u, hozirgi koftalar fasoni boshqacha-yu, shunga dazmol qilish ham qiyin-da. Tekis bo'lsa ham mayli edi. Bularda fasoni boshqacha. Dazmol qildim, qiynalib, asablarim buzib. Dazmol qilish men uchun eng qiyin ish. Sizlar uchun nima kommentariyaga yozib ketinglar. Men uchun dazmol qilish. Keyin bu yerda birpas mushugim bilan yotsam, telefon ko'rib, mushugim bitta mushuk ko'rdi-da, men o'sha qo'rqib ketdim. Men nima balo, hidim sassiqmi deyman. Keyin shunaqa qilib xuftonda o'qib oldik-da. Keyin mana ukam ham sizlarga xayr qilyapti. Mushugim ham sizlarga xayr qilyapti. Shunaqa qilib hammalarga xayr. Videom yoqqan bo'lsa like, podpiska bosishni unutmanglar. Hammalarga xayr.